Poduş quyilgan mahkam qilib, ustida fundamenti 3 qator pishgan karvishdan sokuli var. Narxına kelsak, bir kanal do'ning puluna bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli Bo'ston makler YouTube kanali obunachilari. Bugungi obzorimizda 30 sotik yer maydoniga katta joy bo'ladi. Qurilish tugallanmagan. Ko'rib turganingizdek, podushkalari mustahkam qilib quyilgan, ustidan fundamentlar ham zo'r etib ishlangan, baland qilib 3 qator pishgan karvishdan sokil ham o'rilgan. Usti xom karvishdan ko'tarilgan. Bir etajli tiklanib turibdi, ustida sesna poyezlargacha quyilib tayyor turibdi. Qarasanglar, eka tashlayib ko'tarib olsanglar ham bo'ladi. Xom karvishi ko'p. Bemalol ustini o'rib olaman desanglar, xom karvishlari bor. Bu tarafimizda garaji, bemalol bir mashina, ikki mashina siyatan garaji bor. Undan keyin uyga kirish qismi bo'ladi bu tarafimiz. Bu yerdan kirish qismi, planlar ham ajoyib. Hozirda bu yerda 1 2 3 4 5 qanot salon turibdi, tayyor holatda. Ustini bostirib kirib yashayversam bo'ladi. Kirishning iloji bo'lmadi, lekin ko'rib turganingizdek ajoyib etib ishlangan. Podushkalarga e'tibor beramiz. 60-70 sm podush quyilgan, ustiga fundament quyilgan. Bu tarafimizda ko'rib turganingizdek отдельный ish qilingan. Endi bu yerda oshxona, sanuzel qilaman degan ekan egalari, xohlasanglar zal qilib planlarni o'zgartirib olsanglar ham bo'ladi. Sizlarga aytib turgan karbichim mana shu yan taqdini bosib tayyor turibdi. Bundan tashqari olgan odamlarga 20 dona o'z og'aç ham bergan, shu an podarka bo'ladi. Orqa taraflarini ko'rsanglar, endi shunda kelganimizda planlari yaxshi. Mana zo'r etib, fundamentlar ham zo'r etib ishlangan. Orqa taraf eshigi bo'ladi. Buni chegarasidan kelsak, ana shu chegara bo'ladi, ana shu jidalik. So'ng bu ana shu yantaq. Granitsa u qizil chizig'i, u poya turgan yer bo'ladi. Общий 30 sotik, 29-30 sotik. Xat hujjatida hech qanday muammo yo'q. Narxi ham вообще zo'r narxda bo'ladi. Bunday narxga bunday yer topa olmaysizlar. Bu yerda ko'rib turganingizdek, yer kiralari tashalgan, suvdan muammo yo'q. Endi lokatsiyasini tushuntiradigan bo'lsam, lokatsiyasi ham yaxshi yerda joylashgan. Xonalari bir zal, ikki zal, orayanda bir spalni, o'rta katta hol, yuqorilardan yana spalni tushirib olsanglar bo'ladi. Qurilishi yaxshi ishlangan. Evlar ham ana shu to'rang'ilgacha katta yer bo'ladi. Bu yerda mashina kiradigan yo'l, bu yerimiz garaj aytildi. Mana katta asfalt. Ko'rib turganingizdek, asfaltga 20-30 metr yursanglar, asfalt yanında magazin, bog'cha, maktab, hamma yerga udobniy bo'ladi. Manzilni tushuntirib o'taman do'stlar. Manzilimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Buyuring tumani Qizilqala ovul fuqarolar yig'inida bo'ladi. Bo'stonga 15 kilometr. Bir odim shahar markazina. Darvozadan shunday o'tganingizda, o'ng qo'lingizda shunday transformator bor, shu yerdan kirib kelasizlar. Mana shu zirkash bo'yidan kirib kelganingizda o'ng qo'lingizda joylashgan bo'ladi. Narxi ham вообще zo'r narxda. Narxi 130 million so'm, taqalgan yeri, boshqa qaytiladigan yeri yo'q. Prямо ustida sanayverasizlar. Notariusda xat hujjatini hamma narsasini taxlab atlansa o'tirib olsanglar bo'ladi. Bog'cha, maktab, hamma narsaga yaqin, udobniy yo'lning bo'yinda, shaharga 15 kilometr. Undan tashqari mol, qo'y boqaman desanglar, chorvachilik bilan shug'ullanaman desanglar, bu tarafimiz tov, bemalol chorvachilik bilan shug'ullansanglar bo'ladi. Hammaga rahmat, bizni kuzatishda davom qiling. Bu videoga bir like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bu videoni tanish bilishlarga tashlab qo'yamiz. Do'stlar, gaz, svet, suv, Wi-Fi'dan hech qanday muammo yo'q. Gaz qurilmalar yanında o'sib turibdi, bemalol tortib olaverasizlar. Yana eng qizig'i maktab ko'rinib turibdi. Banisasi yanında FAP. Vam ko'rinib turibdi. Bog'cha hamma narsaga udobniy. Darvozadan ham bir yaqinlashtirib oladi. Mana darvoza ko'rinib turibdi.